Hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. O'tgan safar bugun ertalab video qo'yganimni hech kim tushunmabdi. To'g'risi o'zim ham tushunmagandim, chunki eventni uncha mukammal bilmagandim. Mana hozir mukammal tushuntirib beraman deb ayta olaman. Xo'p, eventga kirib olamiz. Bu yerda sezon bas, baliq tutib, ochko ishlab olib ketaversanglar bo'ladi. Mana bepul va premium paslar, sovg'alar bor. Shularni bemalol olsanglar bo'ladi. Premium pas qancha? Xo'p, premium pas sotib olish 3000 gisi, ya'ni 3000 gisini sotib olish esa atiga 180 ming so'm. Baliq kartachalari va unvonlar, bu yerda esa baliq tutiladigan joylar, xaritalari, inventar, sumkangizda nimalar borligi, jihozlar uchun, baliqlar uchun 50 kilogrammgacha maksimal, chiqindi don qutisi, 15 dona jihozlar, 10 dona, menda 8 ta bor. Xo'p, buyumlar, bu yerda zadaniyalar qilib bo'lganman hammasini. Bu yerda zadaniya deganda ham nima deydi? Zadaniya deganda ham bu yerda havodan olib kelib parashyut olib kelib yoki mashina sotib ol demaydi bu yerda. Faqat baliq tut deydi. Faqat har xil nomdagi baliqlar nomi. Har bitta zadaniya bajargandan keyin 2 soat vaqt beryapti. To'la 2 soat kutish kerak. Ungacha 2 soat kutishinglar shart emas. Baliq tutib turaversanglar bo'ladi. Hozir mana baliq berishni ko'rsatib beraman. Mana bu yerda tutish kerak. Bu premium baliq. Bu yerda to'lab tutish kerak. Bo'lmasa bu yerga borib shundogina tutishni iloji yo'q. Mana xuddi mana shunday baliq ovlash uchun to'lang deb turaveradi. Xo'p, shuning uchun u yerga borishinglar shart emas. O'rtoqlar, shunday borasizlar. Mana bu yerdagi bemalol 3 tadan bepul tutsanglar bo'ladi. Hop, hozir baliq tutishni ham ko'rsatib beraman. Mana bosasizlar, o'sha qarmoq qo'yasizlar, o'sha pilistni bosib qarmoq qo'yish, belgisi g'altak qo'yish, keyin yem qo'yish turadi, keyin boshlashni shunday bosaverasizlar o'rtoqlar. Yashil nuqtada yoki sariq o'tib ketsa hech narsa qilmaydi, bosasizlar. Xo'p, mana yerda bidir po'klar chiqa boshlaydi. O'sha payt straz bosasizlar. Keyin baliqni yashilni ustiga olib kelib o'sha yerda ushlab turasizlar. Bu yerda esa qarmoqni bosib turish kerak bo'ladi mana. O'sha soniya teskari sanayapti. O'sha vaqt ichida ushlab turish kerak. Shunda baliq tutiladi. Xo'p, mana shuni tutib olamiz. O'sha 5 4 3 2 1 0. Xo'p, mana kumush soqora baliq tutdik. 3+N berdik. Ko'rasizlarmi? O'sha darajalar oshib ketaveradi. Men o'sha 2-darajadaman. Hop, bekor qilishni olsangiz, boya mana shu qizga o'rgatdim. Qanday o'rgatishdi? Foydasi tekkanmikan? Yem qatta bor deb yuribdi. Hozir yem olib berishda ham, qanday qarmoq olishda ham hammasini ko'rsataman. Mikrofon yoqolmaydi o'tirgani uchun voy bilay. Qizga ham o'rgatmoqchi edim, mayli endi. O'sha problem emas u. Bu kelib qarmoqlar yo'q bo'ladi. Birinchi kelganlarda, birinchi o'ynatganlarda qarmoq hech narsasi bo'lmaydi. Mana shu yerdan sotib olasizlar, nima o'ynarsam, ochish. Xo'p, shu yerdan sotib olasizlar. Xuddi mana yerdan qarmoq sotib olish 19 ming so'm, 2600 so'm. Berilsa bu narsani sotib olish mana. Berilsa yem sotib olasizlar, olganinglarcha. Bu yerdan savacha sotib olish kerak, lekin bu gisiga lekin ko'ramiz. Shuning uchun bu yerda sotish turibdi mana. Endi bundan 10 kilogramm bor. 6 7 8 9 10 kilogramm sotyapman. Bundan 7 kilogramm bor. Sotyapman. Bundan 2 kilogramm bor. Buni ham sotyapman. Bu yerda yakunlaymiz. Shu yerda menga telefon bo'lib qoldi o'rtoqlar, keyin gaplashamiz. Simiga qo'shdayapti, keyin qo'shaveraylik. Uje simiya allaqachon simiyadasiz deyapti. Mayli.